16 savol. Alkan molekulasida ikkita S+H qoplanish bo'lsa, nechta S+S qoplanish bo'ladi? Bu nima degani? Tarjimasi. S+S+ qoplanish degani uglerod bog'lar soni ikkita bo'lsa, vodorod bog'lar soni nechta bo'ladi? Ya'ni vodorodlar soni nechta bo'ladi degan ma'noda kelyapti. Xo'p, uglerod bog'lar soni yana qanaqa ma'nolarda keladi? S+S+ bog'lanish deb keladi. Qutbsiz kovalent bog'lar soni deb keladi. Ho'p, vodorod bog'lar soni Sp3S qoplanish deb keladi. Alkanlarda qutbli kovalent bog'lar soni deb keladi. Xo'p, xuddi shunday tartib bilan ishlaymiz. Sp3S+ qoplanish degani vodorod bog'i ikkita bo'lsa, uglerod bog'i. Demak, uglerodlar soni 3 ta bo'ladi. Uglerodlar orasidagi bog' bittaga kam bo'ladi har doim. Vodorodlarimiz o'z-o'zidan 8 ta alkan formulasidan kelib chiqqan holatda vodorodlar 8 ta bo'ladigan bo'lsa, Sp3S qoplanishlar soni ham 8 ta. Javobimiz A varianti.